Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Hanko 301 mini quyonchilik fermamizdan yana bir video lavhalashyapmiz. Bugungi kunga 11-dekabr. Allohga shukr, quyonlarimiz sekin-asta ko'payib, o'sib, rivojlanib kelishyapti. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, erkak quyonlarimiz bor, bolalagan quyonlarimiz bor va tug'ishga tayyorgarlik ko'rayotgan quyonlarimiz bor. Bir boshdan sizlarga video qilib borsak, bu yerda ko'rishingiz mumkin, bo'g'oz quyonlar, ya'ni erkak quyonga qo'shilgan 10 kun 15 kun oralig'ida tug'adigan quyonlarimiz mavjud. Ulardan birinchisi fikol yosh quyonimiz. Bu quyonimiz 19-da qo'yganmiz. Xudo xohlasa yana bir hafta oralig'ida tug'ib qoladi. Ikkinchi quyonimiz enziba quyonidan qochgan, fikol enzibaga qo'shilgan panon quyonimiz. Bu bitta bola berdi. Bolalarni ajratdik va 2 oy, 2,5 oylik bo'lib qoldi bolalari. Bu quyonimiz ham erkak quyonga qo'shganmiz. Bu quyonimiz 15 kun bor tug'ishga. Bu yana bitta quyonimiz. O'tgangi videolarda ko'rgan bo'lsanglar, ikkita quyonimiz kalifga qo'shilganda 6 tadan bola bergan edi. Bularni boladan ajratdik. Orada remontni bir hafta ushlab, yana erkak quyonga qo'shganmiz. Xudo xohlasa uzoq 2 haftada bular bola beradi. Bu yoqda esa doimgidek liniya uchun ishlatayotgan erkak quyonlarimiz va bu yerda bitta 3,5 oylik quyonimiz bor. O'tgangi videolardan sotilib erkagi qoldi. Buni nasib bo'lsa yana 10 kundan keyin so'yamiz. Trevesi 3 kilodan oshdi. 3,5 kilo bo'lganda so'yim qilamiz. Bu yoqda esa hammaga qiziq bo'lgan, ayniqsa bizni fermamizda qilayotgan ishlarimizning natijasi va qiziqishimizni ortib borishga bo'layotgan sabab, ya'ni quyonlarimiz bolalab va bolalari mana sut emishdan sekin-sekin yem yeyish jarayoniga o'tib boryapti. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, 15 kunlik quyon, eng kichigi 15 kunlik, yuqorilari esa 1-2 kun farqi va eng kattasi ham 1 hafta farqi bor. Ya'ni 20 kunlik quyonlarimiz bor. Ularni hozir qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda 4 ta quyonimiz bola bergan. Birinchi quyonimiz bu bizning fermamizda asoschi quyonlarimizdan biri desa ham bo'ladi. Ya'ni birinchi olib kelgan, havaschi olib kelgan quyonim. Bu 4-bolari. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 7 ta bola bergan. Hammasini chiroyli bexato katta qilyapti. Bularga 14-15 kunlik bo'ldi. Bu yerda yana bir quyonimizni ko'rishingiz mumkin. Bu fikol quyonimiz. Toza italyanskiy fikol, onasi ham otasi ham fikol. Bu fikolga qo'shilgan Nodir aka liniya. Ko'pchilik YouTube tomoshabinlar ko'rishadi, quyon ishqibozlari. Nodir aka Borahimov bor, Sharxonlik. Akamizdan qiziqib videolarni ko'rib quyon olib keldik. Allohga shukr, mana barakotli chiqdi. Ancha ko'payishib boryapti. Bu o'zimizni birinchi quyonimizni ikkinchi partiya bolalari, uje bular ham fikol quyonga qo'shilgan. Mana bolalarni ko'rishingiz mumkin. 20 kun, 22 kunlik bolalari o'ta bomba chiroyli chiqqan, kalalari yumaloq. Ba'zilari onasiga o'xshagan. Mana ko'rishingiz samka quyonimizga o'xshagan. Plus bo'lsa, qolganlar ya'ni 100 talik bo'lib fikol bo'lib chiqyapti. Bu yerda bu urg'och quyonimiz onasi fikol bo'lgan, otasi kalif bo'lgan. Buni tug'ilgandan keyin 4 oylik bo'lganda yana fikol quyonga qo'shdim. Yana fikol quyonining zoti yana o'ziga o'xshab chiroyli holatda chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin. Ancha 20 kun, 22 kun bo'lishiga qaramay bular yem yeb ancha kattalashib chiroyli bo'lib boryapti. Bu yerda 4-chi ona quyonimizni ko'rishingiz mumkin. Bu 9 ta bola bergan. 9 ta bola bergan va bola bergandan keyin buni bu qarasak 9 ta quyondan bittasi sovqotib o'sha kuni nobud bo'lgan, lekin mana 8 tani bexato emizib katta qilyapti. Bular ham yem yeyish jarayoniga o'tyapti. 14 kun 15 kunlik bo'ldi. Bularni radinligini olib tashladim. Sababi tezroq yemga o'rganib, tezroq rivojlanish uchun. Ba'zi quyonlarni ko'rishimiz mumkin. Onasini sutidan emib, ko'zi ochilgan holatda ham radinlikdan chiqmasdan 15 kun 20 kun holatida yemga o'tmayapti. Shuning uchun
o'zim bir tajriba qilish maqsadida 15 kun bo'lgan, 14 kun 15 kun bo'lganda ko'zi ochilgandan keyin radinligini olib tashladim. Maqsad tashqarida yurib tezroq moslashib, mana ko'rim yeyish holatiga o'tish uchun. Ularni ko'rishingiz mumkin. Biraklari yeb, biraklari yemayapti. Albatta bular qolganlari ham yurganadi. Mana 20 kunlik quyonlarimiz bo'lsa, to'liq yem-ish holatiga o'tyapti. Ko'rishingiz mumkin. O'ta chiroyli, go'zal narsalar chiqqan. Xo'sh, bu yoqda qo'shimcha yana quyonlarimiz bor. Sotuvga urg'ochilarni birinchi klientimizga sotdik. Erkaklarni nasl uchun, chiroylilarni nasl uchun va o'zimiz xo'jalik uchun so'yimga ham ajratib boryapmiz. Bu yerda yana quyonlarimiz bor. Bu katayda ham Kaliforniya quyonlari o'ta go'zal, chiroyli chiqqan. Albatta kundan kunga yangiliklar bo'lyapti, o'zgarishlar bo'lyapti. Hozircha ko'proq sifatga ishlashga harakat qilyapmiz. Shuning uchun ona quyonlarimizni bolalarini 45 kun, 50 kungacha sutga to'ydirib, sutga to'ygizyapmiz. Sababi bu quyonlarni, urg'ochilarni o'zimiz uchun yana liniyaga, naslchilikka ulardan yana 5 ta 10 talab o'zimiz liniyaga, mini fermamizga naslchilik uchun olib qolmoqchimiz. Shuning uchun bularni bolalarini onasining yonida 45-50 kun, ba'zilarini 60 kungacha qo'yamiz. Alloh baraka bersin. Albatta bu yilgi planimiz 10 ta ona quyon, yil oxirigacha 10 ta ona quyon qilish niyati bor edi. Hozircha 7 ta liniya uchun ishlayapti. Bundan oldingi partiyada 6 tadan ziyod urg'och quyonlarimiz chiqqandi, lekin YouTube'da YouTube kuzatuvchilarimizdan Telegramda SMS yozishdi, telefon qilib shunaqa quyonlardan kerak degan uchun, albatta qiziqqanlarga urg'och quyonlardan, erkak quyonlardan qilib para qilib beryapmiz. Shuni hisobiga 2,5 oylik quyonlarimizni sotuvga qo'ydik, ulardan sotdik va ulardan urg'ochlarni olib qola olmadik. Nasib bo'lsa, bu quyonlarimiz mana 15 kunliklari bor. Bulardan eng kamida 5 ta yoki 10 ta o'zimizni mini fermamiz uchun, liniya uchun olib qolamiz. Qolganlarini sotuvga qo'yamiz. Hozirda o'rtacha hisobda 7 tadan har bitta quyon tayida bor. 28 ta bola quyonimiz bor. Agar kimda kim ushbu quyonlarimiz qiziq bo'lsa, ikki quyonlar zot uchun, uyda xo'jalik uchun qiziqishga boqishga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, bizni opsiyaniyada nomerimiz bor. Telegram orqali yozib xabarlashinglar mumkin. Albatta narxlari hozircha YouTube kanalimizni rivojlantirish uchun va odamlarni shu sohada qiziqtirish uchun albatta foydasi bor narsaga qiziqtiryapmiz. Hech qachon odamga ziyon keltiradigan, ziyon narsani tavsiya qilmaymiz. Birinchi o'rinda bu quyonni men foyda uchun boshlamaganman, biznes uchun boshlamaganman. O'zimni xo'jaligimda o'zimni albatta ishlaymiz. Ishdan kelgan holatda charchog'imizni chiqarish uchun, nima bilandir band bo'lish uchun olganman. Odatda men ishdan ketayotib bir mahal yemini beraman. Ishdan kelib bir mahal, bir kunda 2 mahal qarasangiz yetadi. Oshcha mashaqqati yo'q, qiyinchiligi yo'q. Suvini oldiga qo'yasiz, yemini oldiga qo'yasiz. Albatta qiziqish bo'lishi kerak odamda, birinchi o'rinda. Qiziqish bo'ladigan bo'lsa, qolgan narsa menimcha hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Birinchi o'rinda shu 2 ta quyon olganman. O'zimni oilamni, farzandim ko'radi, tomosha qiladi. Igrushka, jonli igrushka sifatida. Lekin bu narsani ko'rib qiziqdim. O'zidan tez ko'payar ekan. Misol bolalarni yetiltirib 3 oy 4 oyda so'ysangiz uyingizga halol go'sht, immunitetga boy. Albatta buni YouTube'da ko'rayotgan odamlar ko'proq bu haqida fikri bor, tushunchasiga ega. O'ylayman, uyingizni bir chekkasiga bir juft tashlab qo'ysangiz, o'zidan ko'payib Alloh barakat beradigan bo'lsa, xayrli qiladigan bo'lsa, bir kunda, bir yilda bir juft quyoningiz 50 ta, 60 tagacha yetadi ekan. Hozirgi kunda men mart oyining o'rtalarida, ya'ni aprel oyida boshlagan bo'lsam, bir juft quyondan shu kunga kelib, mana dekabr oyining 11-sanasida turibmiz.
salkam 50 taga yaqin quyonim bor. Buning ichida tayyor ishlayotgan ayol, erkak, ya'ni urg'ochi erkak quyonlarim bo'ladigan bo'lsa 5 ta, 7 ta, 12 ta katta quyonim bor. Qolganlari mayda bo'lib 50 taga yetadi, Allohga shukr. Bu yerda yana ko'rishinglar mumkin. 3 ta quyonimizni erkak quyonga qo'shganmiz. Bular qochgan inshaalloh. Yana bular mana shu oy 20-dan boshlab to 30-gacha bular ham bola beradi. Bularni ham o'rtacha hisobda 6-7 ta hisoblaydigan bo'lsanglar, sotganlarimni hozir hisobga qo'shmayapman. Sotganlarimdan tashqari hozirgi holatda o'zi yilning oxiriga yakun qiladigan bo'lsak 70 taga yaqinlashadi ekan. 70 talar atrofida. Xudo xohlasa yilda oxirida yakungacha yana videolar qo'yib boramiz. 30-dekabr kuni inshaalloh Alloh qodir qilsa yana bir video joylayman. Shu videoda ko'rishinglar mumkin. Biz aprel oyida boshlagan harakatimiz, ya'ni biznes, u payt biznes bo'lmagani, endi hozirda biznes deb gapiryapmiz. Mini firmamiz qanchalik ko'paydi va sizlar uchun qiziq bo'ladi, har bir odam uchun. Bu jonli, misol o'zimizdan o'tgan tajriba. O'zimizda albatta bizda ham kamchilik, xatolar bor, qandaydir yutuqlarimiz bor. O'sha haqida 30-dekabr kuni bir 10 minutlik video chiqaraman. Ya'ni qanday yutuqlarga erishdik, qanday xatolar qildik, nimalar qilsak yaxshiroq natijaga erishamiz. Albatta bu yangi boshlayotgan quyon ishqibozlar uchun juda foydali video bo'lsa kerak. Men birinchi boshlaganimda ko'proq Leyla opani videolarini ko'rganman. Ularning yoniga yana O'zbekistonda kimki quyon boqadigan bo'lsa, ularni qilayotgan ishlarini bo'sh vaqtimda 10 minut, 20 minut, yarim soat qilib ko'rib borib shu ishni boshladim. Albatta kam bo'lmadik, Allohga shukr qilamiz. Va shu 6-7 oy mobaynida ozmi ko'pmi tajriba oshirdik. Ya'ni quyonda uchraydigan misol kamchiliklar yoki quyon qandaydir kasal bo'lishi mumkin yoki bolalashtirish jarayonida nima qilish kerak, urg'och quyonni erkak quyonga qachon qo'shish kerak, kuyi qachon keladi, shu narsalar boshimizdan o'tdi, tajribaga ozmi ko'pmi ega bo'ldik. Shular haqida videolarni kuzatib boradigan bo'lsanglar, dekabr oyining oxirgi 29-30 kunlarida bir video qo'yib qisqacha shu haqida gapirib o'taman. Kimgadir quyon sohasida savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada berib o'tishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha o'zimiz to'plagan tajribamiz boricha shu savollarga javob berib o'tamiz. Albatta biz videolarni kuzatishda davom etinglar. Bu videolarimiz Xudo xohlasa sizlarga manfaatli bo'ladi deb Allohdan so'raymiz, niyat qilamiz va shuni ustida ishlab boryapmiz. Kimda kim quyon boqmoqchi bo'lsa yoki shu quyon biznesini boshlamoqchi bo'lsa, bemalol telefon raqamlarimizga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib so'rashinglar mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa yangiliklarni sizlar bilan ulashib borishga harakat qilamiz. Sog' va salomat bo'linglar.